الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا للحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، أم yuqorida biz tanaqquz degan bu mavzuda dars qilgan to'q, u qisqacha tugagan bo'ldi. Endilikda buni yondashtirib aks degan bu mavzuda dars qilgan bo'ldik. Aks degan nima masalan? Bu ikki qism bo'lib aks naqiz va aks mustaviy deb uni tavanda bayon qilindi. Inshaalloh o'z mavridi bayon qilamiz. Aks degan nima? Buni qisqacha tushuntirib o'tamiz inshaalloh. الأكس الأكس مما يجب استحضاره من أحكام القضايا. الأكس أكس يعني qadiylarninki hükümlerinin qatardan onu qat'i zehnimizde hazır qilish vacip bo'lgan narsadan qatardandir. Aksi mimma من أحكام القضايا هم مساش من أحكام القضايا ميكس من داخل ولوب جار مجرور خبر مقدم بغن بولوب الأكسو مبتداي مؤخر بغن بولوب bunun da qadının ahkamlardan ona hazır qilish vacip bo'lgan narsa qatorundur aksi. وهو أن يصير بتشديد الياء لأن الأكس يطلق على معنيين. أحدهما القضية الحاصلة من التبديل المذكور، وثانيهما نفس التبديل، وهو المعنى المصدري، أعني جعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا. فلو لم يشدد لصار له معنى ثالث، وهو التبدل، أعني صيرورة الموضوع محمولا والمحمول موضوعا. وأكسجني موسى أكسجني يرش، وهو أن يصير أن في المزارين avamıl nasını qatargan في المزارين nasib qılgan avamıl nasını qatardan bolgan bolup an lan kay zan hattadan ibaret. Şu bu huruf filmzarı zavar qılgan harflarning birisi bu an. Bu filmzarı kirdi. Filmzarı kirganda bu filmzarınço nim qılgan iş va mastarga yuradigan ish bu. Bu huwa an yusayra. O aksken şunu yani yurvatmak demekdir. Yurvetiş. Yoki tavil qilishsin birinsak shuniki yurgay. Bu aks nimiga mavduni mahmul yurgay. Mahmulnicho mavdugu yurgay zikrda deydi. Yani yanın taşdidlen yusayyiru deb sayyara yusayyiru ve huve en yusayyira deb yanın taşdidlen mandaq bayan qildi musannif deydi. Herkes yasira yoki mana demedi. Yüzü ürüş ülgey emas, belki ürgey. Nim için? Liannel ekse yutlaku ala ma'niyeyni. Çünkü eksken iki maniye işletildi. Eksin gapti iki maniye işletilmez değil. أحدهما القضية الحاصلة من التبديل المذكور. وإشكمانا برسة يقارق أش يرش يتكش تصير تبديل يعني yukarı yötkeş diyen nesinin aslının kazını şu. Aksini bulduk. Aksini ve huve en yusayira. Yürüş. Ve yötkeş diyen tok. İşki mananın birisi yukarı من التبديل المذكور. yukarı tilgalangan ay tabdil. Yani tasyirdin aslının kazını şu.
Yani yürümek demek değil. Onu işkinsine ay tabdilinin üst şu. O yani o tabdil degan gap ma'nai mastari o. Baddala yubaddilu tabdil. O mastar ma'nosi. Xohlayman uningdan mavzuni mahmul qilishni va mahmulni mavzu qilishni deydi. Onu tevende düşünümüz, tevende tefsili gülemde bayan kıldık. Kandak mevzunu mahmul kılımız ve kandak mahmulunu mevdu kılımız. Onu e, bir tefsil tevende bayan kılımız inşallah. فَلَوْ لَمْ يُشَدَّدْ ya ki فَلَوْ لَمْ يُشَدِّدْ olsun böyle. Eğer o teşdik okumasıydı o musennep. Ya ki فَلَوْ لَمْ يُشَدَّدْ eğer onu teşdik okulmasıydı yusayyar demeyi yasiru ya mana buqqasa elbette onun üçüncü bir mana okumuş kılıyordu. Teşbih okumuşsa yusayyira dep okulmay ve huve en yasira ya ki mana değil kıpkıpkasın üçüncü mana okuyan buluruz da o olsun et tebeddül tebdil emez yötkeş emez özgürlüğün yötkülüşken bu kılıyordu değil. Şu bunun da teşhislen okuldu deydi. Halayım ben bu tebdilden mevdunu yötkeşti mahmulga, mahmul yötkeşince mevduga deydi. Ey en yec'alel mevdu'a piz zikri mahmulen ve yec'alel mahmule piz zikri mevdu'an deydi. Yani qanday qılınğay degende, qılınğay mevdunu zikr mahmul qılınğay ve qılınğay mahmulni ve qılınğay mahmulni zikrda mevdu qılınğay deydi. Bunu o'zi tabdil deydi. Muştan uludu deydi. Aksiga muşşo. Aksiga tabdil ibarat, muştan uludu tabdil deydi. Ve innema qayyadna al mevdu'a vel mahmula bi qawlina fi zikr. ألا يرد ما قيل بأن المعتبر في جانب الموضوع هو الذات وفي جانب المحمول هو الوصف وظاهر أن الذات لا يصير وصفا والوصف ذاتا والوصفة دişimiz çünkü az zat bida. Ana zati dedik çünkü o cemi muannas salimden mulhaqatlar o başka az zati dedildi böyle. Ve zahirun enne zati de. Hakikaten cemi muannas salim bu ismi cemi muannas salimden mulhaqatları. Mesela amil şu kılgayamıl keyinde zammala okuyulgalıga nas jarlik amil keyinde jar okuyulgalıga ilan malum. Şu yüzden ve zahirun enne zati de okuldu. Çünkü bu cem muannas salimning mulhaqatlari. Hakikaten cem muannas salim emas, ama mulhaqatlari. Çünkü ve zahirun enne zati la yasiru vasfan vel vasfa zaten. Vasfa ço az zati qatta. Buna enne ismisi. Hoş. Enbiyadan mavdu ve mahmulni bizning zikri degan so'zimizdan qayd qildik dedi. Cho'qim qayd qildik biz mavdu va mahmulni bizning so'zimizdanki biz zikri degan so'zimizdan qayd qildik. Zikri mavdu biz zikri mahmulan ve yecel mahmula biz zikri mavduan da biz zikri degan gap bor edi. Nima uchun deganda li alla yarida ma qila. Ba dilgan qil qal. Ona egis olmagan tamrid siyg'isilan qilingan yani sahibi muayyen bo'lmagan ba'zi e'tirozlar kelib qolmagan uchun deydi. Qandaqdir shu suratlarga cho'qim mo'tabar o'g'ini mavzu tarafida mo'tabar o'g'ini u zot deydi. Mahmul tarafidagi mo'tabar o'g'ini va fi janibil mahmuli cho'qim mo'tabar o'g'ini mavzu tarafidagi mo'tabar o'g'ini u mo'tabar o'g'ini zotdir deydi. ومعتبر oğlu mahmul tarafıdaki o muteber oğlu vasıtaydı. Çünkü mevdud ya mahkumun aleyh. Onun üstü hüküm kılıngan narsa. Mahmulcu inin bilen hüküm kılıngan narsa. O bir sıfat o. O bir zat emas mahmul degeni. Bir sıfatla hüküm kılıngan narsa da öz turamaydı da bir narsa bir mahalde ornalamaygan narsa, öz turamaygan narsa mahmul degeni. Şuna o mahmul degan mevdu tarafidagi mu'tabar o zat deydi. Zeydun alimun degandek. Zeydun o zat tabii o. O hem mahkumun aleyhi değildi o. Bu da mesela neyi basak. Balagat olsak muslillay degandek. Nimitço usul fiqhi olganda mahkumun aleyh
mantıkta mevdu hemisi bir-birisiga muradifat kelimeler. Şu suretlenki qanda bir qiyil kelip qolmasin uchun zikrini bilan qayd qildik desa, shu suratlarga cho'qim mo'tabar o'g'chi, mavzuning tarafidagi mo'tabar o'g'chi u zotdir. Mahmulning tarafidagi mo'tabar o'g'chi u sifatdir. Oshkor gap cho'qim zot degan zot vasf bo'lmaydi, vasf zot bo'lmaydi. Degan o'xshash ba'zi bir e'tirozotlar kelib qolmagan uchun deydi. Bu yerda zikrni qayd qilindi deydi. Tabii ki bir yandan mutabara fi canibil mevdu huve zat degan gap aniq mana. Mutabara uchun mevzunun tarafidagi u zot zaten. Mevzu hakikaten o mahkumun aleyh. U yoki mubtada degandek. O zot bo'lish haqliq, zot bo'lmaydi. Mutabara uchun mahmul tarafidagi o vasf. Bundan olingan aniqki, zohirki zot degan vasf bo'lmaydi. O zot bo'laverdi. Har bir zotcho vasf yurib qolmaydi. Vesp davamlaşıverdi o zatıp kalmaydı. Oradan almış ketmeydi deydi. Şu vecin bir de biz zikir degenlerden kayıt kıldık deydi. İ'tiradun varadahu fein qila hâzı ta'ribu gayru cami'in li aksi şartiyati fe inne unvaney الموضوع والمحمول لا يطلقان على جزئيها. Bir etiraz kelip kaldı mesela. Eğer deyilip kıp kalsa bu tarif bu kullinin tarifi bu mesela X tarifi değil. Bu şartiye X şartiyeni özgürlenmeye bu kaldı o. Bu X'in yaptığımızı meyli o hamli olsun, şartiye olsun hemen özgürleş gerekti. Ama bunu da şartiyatın aksine özgürlenmede bir ya mesela mevdunu mahmul kılış, mahmulu mevdu kılış zikirde de koydu, hamliyle tilga aldı. Ama şartiyattaki bunu aks kılışken gap yok mu valen ki şartiyatın aks kılmagan tursa. Bu tarif ne özgürlenme bu tarif cami olmadı bu kullina tarifi. Bu aksan tarifi yani cami oluş gerekti, kulli cami oluş gerekti. Kullina tarifi. Bir yerdeki bu aksan tarifi çoğu cami olmadaki mevzunu mahmul kılış, mahmulunu mevzu kılış diye bu şartinin gibi çıkmadı. Şartini fakat ona özüne anmadı o ecdim. Bu cami olmadı. Şartini öz koynuğa şartiyatını öz koynuğa anmagan buldu o. Deyilip kalsa Tövenden bağma ona cevap. Çokum mevdu ve mahmulun ki ikisinin bu iki ismi degen ne? Mevdu ve mahmul bu ikisinin unvanı iken ikisinin bu iki ismi. Mevdu degen onun unvanı, onun ismi. Mahmul onu talama mahmul deyişlen, mevdunun mevdu dep ataşlan bu mevdu ve mahmulun iki ismi la yutlaqanı, işletilmeydi. Bu ismi ne? Mevzu mahkumun ismi ne? O şartiyatın ki işki parçası işletilmeydi. Ona mukaddem ve tali degan şartinin işki parçası işletilmeydi buna. Bunda tuğan tumusu, bunda tuğan deyken bu tarif, bu kullinin tarifi cami olmadan oldu. Şartiyat ne? Aksi şart, mesela şartiyatın aksine öz olamadan oldu. Bu fakatlik lafzada mevzu mahmulun muşulu toxtab kaldı o. Değilse eğer şuna bir sual, şuna bir etiraz kelip kalsa deyimiz ki deydi kulna innel musannife qasada alla yebhasa an aksi şartiyati imma lil ihtisari أو للعلم به بالقياس إلى عكس الحمليات فعرف العكس بحيث يوافق قصده مع بقاء الإيجاب والسلب بحاله أي مع بقاء حكمهما على حاله يعني إن كان الأصل موجبا كان العكس موجبا وإن موجبا كان العكس موجبا موجبا كان العكس موجبا وإن كان الأصل سالبا كان العكس سالبا. Deyimiz ki çokum musannif
bu yerda shart aksining haqida bahs qilishni maqsad qilib maqsad qildi. Bu haqda bahs qilmaslikni maqsad qildi. Shartiyaning aksi aks shartiya, aks hamliyaning shartini tilga oldi. Yuqori degandek mavzuni mahmul qilish, mahmulni mavzu qilish aksiga musho. Buni ikki tarafni tabdil qilish, tasir qilish degandek, yurish degandek hamlin tilga oldi. Mavzuni mahmul, mahmul mavzu qilishdir. Ammo shartiyani tilga olmaganda shartiyaning aksidan mo'ydaq shartiyaning aksi bo'ladi bo'lsa, uni aksi qilinadi. Buningdan bahs qilmaslikni qasddan bahs qilmadi. Bahs qilmaslikni maqsad qildi. Nima uchun bu qasddan buni tilga olmaslikni, bu aks shartini bahs qilmaslikni maqsad qildi desa, yo gapni biroz qisqaroqlikni jahdidi. Qisqartganlikni jahdidan o'rin shu aks hamliyaninki aksi qilingan yerda albatta shartiyama aks qilindi deb shuningki aks hamliya degan gapga qariniga tayanganlikni jahdidan qisqalashtirib albatta buni hamliya aks o'qiydi shartiyam aks bo'ladi degan bilgan bo'lg'achqa bu mavzudan bu xil azroq xabar adam bildigo degan bo'lg'achqa shu tushunchaga binoan biroz qisqartishni jahdidim. Qisqart gapni ixtisordan jahdidim. Bu aks shartidan bahs qilmaslikni musannifning maqsad qilishi qasddan bahs qilmasligi ya gapni qisqa qilish uchun aks shartida tilg'anmadi. Yoki bilganlikni jahdidan aksini aksi hamliyaga yuqorqi aks hamliyaga qiyos qilishdan bilganlikni jahdidan. Bu yerda bu hamliyani aks qilingan yerda albatta bundan shartiyanim aks qilinish borkanda, shartiyanim aks qilinmaganda, aks qilsa bo'ldikanda degan o'xshash. Bu aks shartini aks hamliga qiyos orqali bilganlikni jahdidan musannif qasddan qanday qilmadi? Aks shartida qilib bahs qilmadi deydi. Yoki gapni biroz qisqalashtirganlikni jahdidan. Xayrul kalami ma qalla va dalla deb arabimsiz ya. Gapninki eng yaxshisi xayrul kalami ma qalla va dalla. Az olub saz o'g'ini. Az o'g'ini va dalla va uqmush o'g'ini binas quturalagan bo'lgani. Mushu bilan qisqartish jahdidan buni da aks shartida bahs qilmadi. Yoki aksi hamliyaga u aks shartiyani qiyoslan bilganlikning jahdidan qasddan buni bahs qilmaslikni aks shartiyatdan bahs qilmaslikni maqsad qildi musannif deydi. Ta'arrafal aksa. Shu sabablik qanday qildi? Tunishtirdi musannif aksini tunishtirdi. O'z maqsadiga uyg'un kelgan yo'sin bilan, o'z maqsadiga uyg'un kelgan ravishda aksini qanday qildi? Tunishtirdi deydi. Qanday desa mahmulni mavzu qilish, mavzuni mahmul qilish zikrda degan o'xshash. O'zi maqsadiga uyg'un keladigan ravishda va aksini tunishtirdi. O yüzden bu yerda anadan keyin bu yerda aksininki shartiyatning aksini giyib haqiqatan tilga ilinmay qolib qoldi deydi. Onun tilga ilmay qolib qolgani ta'rifatda o shartiyatni unutib qolganlik yoki bu bob kiramaganlikdan emas. Ya ixtisoran jahdidan ya aksl hamliyaga qiyos orqali ma'lum bo'lganlikning jahdidan aks shartiyati tilg'anmadi. Bo'lmasa bo'lma aks shartiyatni o'z ichiga oladi. Demak bu xil ta'rif yana ta'rif jami bo'laverdi. Hargiz bunga bu ta'rif g'ayr jami aks shartiyatni o'z qo'yniga o'z ichiga ololmagan degan ta'rif jamiyumda deb qolmang ta'rif jami bo'laverdi. O'zing barliq apparatlarning hammani o'z qo'yniga olalaydi deydi. Endi shundoq zikrda qanday qilishlarimiz ma baqoil ijobiy va salbi bi halihi. Ijob bo'lish va bo'lmaslik, ya'ni
salbiy va musbatninki qilib qilishlar. Ijob va salbni qilib qilishlar o'z holidan. Asli, masalan, mujib bo'lgan bo'lsa, aksi mujib bo'ladigan, asli solib bo'lgan bo'lsa, aksi solib bo'ladigan o'z holida. Qanday qilsa ay ma'a baqai hukmihima ala halihi. Yani o ikisininki. Ikisi e, o o eksininki ikisinin hükmüninki qilib qilishlar o'z holisi qilib qilishlar. Yani in kana al-aslu mujiban kana al-aksu mujiban. Eğer aslı mujib bo'lsa, aksimchi mujib bo'ladi. Mana ijab qilib qilishlar. Asli bir qadiyani aslisi buni tabdil qilishdan burungi holati mujib bo'lsa, tabdil qilingandan keyingi holati yana mujib bo'lishi kerak. O salibga yutkilib ketsa bo'lmaydi, o aksi bo'lmaydi deydi. Va in kana al-aslu saliban kana al-aksu saliban. Agar asli salib bo'lsa, o aksimi salib bo'ladi. Shunaqa ijob va salb o'z hol bilan qilib qilish kerak deydi. O ijob salb asli bo'lib o'zgarib ketsa, buni aks deyilmaydi deydi. وإنما اعتبر بقاءهما لأنهم تتبعوا القضايا ولم يجدوها بعد الجعل المذكور صادقة لازمة للأصل إلا موافقة له في الإيجاب والسلب. Çıkım itibar kaldı. O musannif o ikkilanninki o icab va salbning o'z holatini qilib qilishni, ijab va salbning qilib qilishni, o'z holatini qilib qilishni e'tibor qildi. Chunki ular nurg'un qaziyani oqtirib surishti qilib izlab chiqdi. Tatabba'u al-qadaya. Chunki ular oqtirib chiqdi. Tatabba'a degan surish qildi, oqtirib nozik ko'chlab chiqdi. Chunki ular izlab chiqdilar butun qadiyalarni. Topolmadi ular, valam yejiduha, topolmadi o mantiqiy yo'llar, o qadiyani valam yejiduha, qadaya qaytadi. Aşağı izlab ko'rgan qadiyani topolmadi. Bal alil mazkuri yuqori tilg'anib ketgan mushu nimadan keyin mushu nimadan keyin ba'dal ja'l mazkuri yuqori tilg'algan mushu shartlardan keyin aslicha cho'qim lozim bo'lgan sodiq ham lozim asliga degan bunday bir qadiya topolmadi. Mantiqiylar o qadiyani ba'dal ja'l mazkuri yuqorida tilg'anib bo'lgan mushu ba'dal ja'l degan ijob va salbninki o'z hol bilan qilib qoladi degan ashni qilgan shu shartdan keyin ba'dal ja'l mazkur degan shu yuqori tilg'angan shartdan keyin qanday qilamidi o qadiyani aslin lozim turgan qadiya topolmadi. Belkim lekin topoldi o mantiqiy yo'llar o qadiyani o asliga lozim emas, asliga muvofiq topdi ijob va salb. Asliga lozim deyilinmaydi. Lozim bilan muvaffaqiyatdan farq bor. Lozim faqat lozim o'qidi. Masalan, bundan burun deb ketgana şartya muttasilning barisida imkonat insonun imkonat shamsu لو كانت إن كانت الشمس خالية فالنهار موجود deganda مثلا bu yerda اتصال لزومي oldu. Mesela إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق deganda yerda اتصال ittifaqi oldu. Aşağı o'xshash ham bu qadiyani shuncha ular oqtirib ko'rdi, tatabbu qilib surish ko'rdi. Qarab baqsa ular o qadiyani asliga lozim kelguchi bir rost zodi o aksi asliga chuqum lozim. Qayerda qillam asli bo'ladigan o asli sodiq bo'ladigan aksim sodiq bo'ladi. Qayerda qillam aksi asli. Qazi bo'ladigan
Eksim kaz buludu, es buluş lazım degan gapni topolmadi deydi. Lazım tariqada mana topolmadi. Balkim topoldi ular, topdi ular. Nemines ash qazi yani cho muvaffaq o'qish topdi. Ash asl uchun cho o sodiqatan lozimatan emas, balkim sodiqatan muvaffaqatan lahu. Ay asliga muvofiq tasab uyg'un kelib qolgan mandaq topdi. Cho'qim zodi o aslida qanday qilgan bo'lsa, aks shundoq bo'lish lozim emas, balkim ba'zida bo'lmay bo'lib qolib qoladi. O aksi asliga uyg'un kelmay qolib qoladi. Degan bo'ldi deydi. Shu jihatdan bu ijob va salbni o'z holicha qilib qilishlar billa deydi. Agar unday bo'lgan bo'lsa, masalan ba'zi moddalarda masalan asli sodiqon bo'lsa, aksimi sodiq bo'lish uba. Va ba'zi moddalar masalan aksi koz bo'lgan bo'lsa, aksi sodiq bo'lib qoladi. Agar cho'qim asli lozim bo'lgan bo'lsa, mush modda kelganda asli koz bo'lgan yerda aksimu koz bo'lish kerak bo'ladi. Agar sodiqda lozim al-asl qilib qolsa. Lekin ma'lasab asli kozib, ammo aksicho sodiq bo'ladigan. Bunday ahvol bo'lib qoladi. İcab va salbda muvaffaqatan asliga muvofiq topdi ular. Hargiz lozim topolmadi deydi asliga. Xo'sh, ومع بقاء التصديق والتكذيب بحاله أي إن كان الأصل صادقا بأي وجه كان العكس أيضا صادقا أنه لو لم يصدق عند صدق الأصل نحو قولنا كل حيوان إنسان بالنسبة إلى قولنا كل إنسان حيوان أو صدق لكن لا بطريق اللزوم بل بطريق الاتفاق. Tasdik ve tekzibnin öz halinden kayıp kılışlan deydim. İcab ve salbı kayıp kılışlan ve tasdik ve tekzibnin öz halinden kayıp kılışlan deydim. Qandaq diyene eğer asli sadık bo'lgan bo'lsa, qaysi usullar bilan bo'lsin, aksi ham sodiq bo'lishi kerak. Chunki eğer لأنه لو لم يصدق chunki eğer sodiq bo'lmasa, asli sodiq va asli sodiq rost amaliyotga uyg'un bo'lgan vaqtda aslisi, yani malzum demakchi-da. Aslisi sodiq bo'lgan vaqtda u aksi sodiq bo'lmasa, masalan, qanday desa bizning so'zimizga kullu hayvonin insonun bu sodiq bo'lmadi mana. Bizdinki kullu insanın hayvanın degan so'zimizga nisbatan bu kullu insanın hayvanın asli. Bu sodiq. İnsanın hammasi hayot egisi var. İnsanın hammasi nima? Yashaydigan maxluq, jonliq maxluq, hayvondir. Kullu inson hayvonundir. Sodiq bu. Bunun aksi qanday qildik? Mavzuni mahmul mavzu qildik. Nim qildik? Ana kullu hayvon inson qildik. Kullu insanın hayvanun ne? Kullu hayvanın inson qildik. Andaq tabdil qildik, tasvir qildik. Chunki agar rost bo'lmasa, mana kullu hayvon insonni sodiq bo'lmadi. Asli rost bo'lgan chog'da, kullu inson hayvonning rosti yana. Mush rost bo'lgan chog'da bu kullu hayvon inson degan bu rost bo'lmasa, masalan, yoki rost bo'libdi, av sadaqa, yoki rost bo'libdi, nim rost bo'libdi, ashu eksi asli sodiq bo'lgan chog'da u aksi sodiq bo'libdi. Lekin bu sodiq bo'lish uchun luzum tariq bilan emas, balkim ittifoq tariq bilan. Nima degan o'xshash, masalan, ittifoq tariq bilan. Buni balkim tavanni deydi. Av bi xususul moddati yoki xos bir moddalik bilan qanday ekan u asli sodiq kelganda asli sodiq bir yoki xos bir moddalik ekan, masalan, o qanday ekan deganda
Sıdkı ve kizb öz halinden kıp kıp kaladı ki mesela. Bunda olganda mı? Bunda olganda bunda eksilini ço eks dep kata kılınmaydı, eks dep sanalmaydı o deydi. Kanda olsa mesela üç suretin sanı bir yerde. Asli sadık bolgan çağda eksi sadık bulmasa bunu eks dep sanalmaygan boldu. İkinci, sadık kepti. Nemi sadık kepti? O eks sadık kepti. Asli sadık bolgan çağda o eksinin üzümü sadık buptu. Lekin o sadık buluşu lazım yollan emas. Da kitip berip lekin lan bu kaptı o sadık gelişe. Çokum zade lüzumi tariklan emas, belki ittifaki tariklan çıkışında lekin lan işkade madak yolda kitip berip yol çıkıp kalgandak. Babası işkade vay balanı bile berip geleyle, bile kayıp geleyle diye iş yok. Çıkışında yol çıkıp kalgandak lekin lan bir ittifak yapıp kalgan yol çıkışı. Bir iş kalgan koşaş. Hodi ya ki yeli diyen koşaş imkanel insanın hatikan pel himar naikun diyen şartı muttasılın ki ittifakı olan belge misal olsa şunda adam avaz çıkarışmalılar bir yerde o adamın avazını anlatırlar işek müşahmatla avaz götürüp kalan olsa varsa işekinin avaz götürüşle adamın avaz götürüş sözü sonunda işkine anlaşma yok. Yani bu ama uzun tariklanamaz. Bu sadık yani. O asli demek ki sadık boğan çağda o eksin sadık boptu iken o sadık polişe lazım tariklanamaz. Katli zade birbirisiga nim bolup emas مثلا etlen go'shtak bir-birisiga talahum bo'lib emas bir-birisiga shundoq irmon chirmon bo'lib ketgan emas balkim ittifoq yo'llari bilan sodiq bo'lib qolibdi nima u aksi unda bo'lib qolgan bo'lsa yoki xos bir madadlik bilan qanday bo'lib qolibdi u asli sodiqligida u aksim sodiq kelib qolibdi shu madadlik boshqa madda oqmaydi ekan. Bunda hukuk kalsa bu xil suretdeki bu eksinin üzülücü hiç qanday eksi dep qata qilmaydi o deydi. Mesela bizim sözümüz nasmadı qaysi dese kul hayvanın insanın degan a misal mesela o eksini misal ana o. Neyin eksi oldu? Bizden sözümüz nispeten kul insanın hayvanın dedik. Bu esli. Buna eksi nime kul hayvanın insanın. Bu sadık olmadı. Asli sadık yedi. Bu eksi sadık olmadı ki hayvanın hemisi insan tek bu uyalgan buldu ana. Kul insan hayvan bu rastı. Buna eksi ki kul hayvan insan bu yalgan. Hiç kaçanda hayatla cinval neresi hemisi insan bulmaydı. Ee, Mesela ama husus madde diye ki yanda kadar dese kul bizimki sözümüz şu ki o bir hususul maddeti ki kavlina kullu natiqin insanun bin nispeti ila kavlina kullu insanin natiqun la yuaddu eksen لأنه يشترط عدم التساوي بين الموضوع والمحمول. Yani has madde olan maddelamla asıl sadık oyada eksim sadık kaptı. Abone eksik olmaydı dedi. Mesela kullu natiqin insanın diyen sözümüz o şaş. Bizninki kullu insanın natiqun diyen sözümüzge nispeten. Kullu insan natiqun ne eksiksak, ancak eksikimiz kullu natiqun insanın da kullu natiqin insanın da eksikimiz. Bu muşmadıdlik lan. Bu doğru abimiz. Yani kullu insanın natiqun bu mu doğru? Aslisi. Buna eksi kullu natiqin insanın bu mu doğru? Ama buna eksi değilmeydi. Gerçi sıdkı hep kalan bolsun. Ma bekayet tasdiki bu olsun. Ma bekayet tasdiki ve tekzibi bir hali dedi ya. Öz halen sıdkı kız bir hep kalışlan diyen. Bunu cümleden bana eslimi sadık. Kul insan natık dedik. Eksim sadık. Kul natık insanı dedik. Buna eksi değilmeydi. Eksi değilmeydi. Çünkü niçin لأنه اشترطوا عدم التساوي بين الموضوع والمحمول. Çünkü şart kılındı da mevduyla mahmulun arasında beraber bulmasını şart kılındı da. Tabii ki mahmul an buluş gerek de andak şeytkanda. Yani ikisi okşaş çıkıp kaldı. Kayadıl natıklan olsa insan ba, insanla olsa natık ba. İkisinin efradı okşaş.
Hargiz mao natık kengri insan ta yoki inson taroq kengri natık ta mındaq emas. Shu inson bag'ayini hammasi natık bara oladi, natık bag'ayini hammasi inson bara oladi. Ikkisi orqali nisbat, natiqlar insonga inson orqali nisbat, nisbat tasaviy, o'rtoqlik parallel mındaq nisbat bu. Bu ejim buna o'xshash chiqishcho bu mavdular mahmul aralığında tasaviy bo'lish shart. Buni shu tasaviy o'rtaq bo'lib qolgan moddada aks qilingan bo'lsa, bu aksincha aksin deyilmaydi. Faqat mush moddada, mundaq modda xos mush shakl moddada deydi. وإنما اعتبر بقاء الصدق وياك وإنما اعتبر بقاء الصدق وسميله ياك وإنما اعتبر بقاء الصدق وسميله شكون اعتبار قلد صدقنا بقاء صدق يبقى صلوده dedi. Ya şukum itibar kaldı musannef sıdkının bekaini وسميله لأن الأكس لازم للقضية çünkü X degan o qadiyeninki lazimi. Asli melzum. Eksi lazım. Çünkü X lazımdır kadıya için. Kadıya melzum, X lazım. Mantık çıkkanda. Lennel X'e lazimun lil kadiyeti. Çünkü X lazımdır kadıya için. Kadıya melzum, X şu onun lazımı. Felev, felev purida sıdkuha yelzemu sıdkal X. Eğer faraz kılınsa o nemininki kadiyenin sıdkını yani melzum bugün kadiyenin rasta faraz kılınsa çokum lazım keledi bu eksinki rastlık lazım keledi yani lazımdan sıdkı lazım keledi. Eğer onda olmagandı ço ve illa lazime sıdkul melzum el asli bidun sıdkul lazimi el eksi ve huma halun. Eğer onda adımı bolsak ço lazım keledi Melzumның sıdkını, aslinninki sıdkı, asli sadıkken ama eksi olan lazım, o sadık emasligin lazım köp kap kaldı. Bundaq buluş o asli sadık olup, eksinin sadık bulmaslığı, yani melzumның sadık olup, lazımның sadık bulmaslığı o mahal deydi. Hoş, bugünkü ders müşahede olsun. İnşallah. Ve ahiru davana. Elhamdülillah.